Assalomu alaykum hammaga. Bugun yumshoqqina bolchkalar tayyorlaymiz. Buning uchun 200 ml sut, suv, shakar, o'simlik yog'i, tuz, dro'jja solib yaxshilab aralashtirib olamiz va ketidan bitta tuxumni solib yana aralashtirishda davom etamiz va ketidan unimizni oz-ozdan elab xamir qorishni boshlaymiz. Unimizni oz-ozdan elab solsak, xamirimiz qattiq bo'lib qolmaydi. Va oxirida 50-60 gram sariyog'ni solib yana qorishda davom etamiz. Tayyor xamirimizni 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xamirimiz chiroyli bo'lib oshib chiqdi. Tayyor xamirimizdan suvalachalar yasab olamiz va birin-ketin yoyib, orasiga xona haroratida turgan sariyog' suritib, ketma-ket taxlaymiz. Men 4 qavat qilib taxlab oldim va yana xolodilnikka 10 minutga tindirib olamiz. Tingan xamirimizni olib kesib, rogalik ko'rinishda o'raymiz. Ustiga tuxum sarig'i suritib, men ustiga kroshka sepdim va pishirib olamiz.